Assalomu alaykum hamkasblar, yaxshimisizlar, tuzimmisizlar, xormangizlar. Sizlar bilan mana bo'lishi inshaalloh Sariosiyo tumanidagi ikkita zomlion kranimizga, 10 zomlion 10 tonnalik kranimizga montaj ishlari tugatay deb qoldik. Bu kranimizda bunlar deyarli ustanovka tayyorlab bo'ldik. Xudo xolasa seksiya montajlarini boshlab oldik. Tak bu kranimizda mana montajni qo'ydik. Xudo xolasa bunisini ham seksiyalarni montaj qilsak, troslarni qo'yib, troslarni ulashga tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa nasib inshaalloh ertaga kechgacha tugatib ishga tushirib beramiz. Ikkala kranimizni ham egalariga topshirib beramiz. Как положено ishlatib. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib aytaverasizlar.